Ya'ni ushbu ulkan pavilyondagi studiyamizning yana bir qismidan o'z o'rnini egallab turgan ijodkor, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ilyos Arabovga navbatni bersakda, o'ziga xos bo'lgan dilbar taronalardan birini bizga taqdim etsalar, undan keyin suhbatimiz yana davom etadi. Marhamat. Albatta. Marhamat. Bugun hammada ko'tarinki kayfiyat, bayram shukuhi. Sizda qanaqa bo'lmoqda? Bizda ham albatta ko'tarinkilik bor. Mana bir necha kundirki mana shu tadbirlarda, haligi institutlarda, boshqa joylarda taklif qilishyapti, borib mana shu bayramlarda qatnashib, nima deydi uni, xalqimizni ko'nglini ochishga harakat qilyapmiz. So'z san'ati deydi. Albatta haqiqatan ham so'z san'ati juda ham kuchli. Ayniqsa bu Alisher Navoiyning g'azallarida yaqqol ko'rinadi. Misol uchun men istagan o'z suhbatiga arjuman etmas. Mening istar kishining suhbatini ko'nglim pisand etmas deydi. So'zni shunaqangi bir noziklik bilan ishlatganki Navoiy bobomiz uni chuqur ma'noga ega ekanligini biz yoshlar ham hozirgi kunda anglab bormoqdamiz. Siz o'zingiz qanaqa fikrdasiz? Albatta bu haligi bir xalqimizda ham bir gap bor-ku, birovni bir gapirtirganda va uni kimligini bilasan. O'sha avvalambor o'sha so'zda lutf bo'lish kerak, so'zda odob bo'lish kerak, so'zda bir ma'no bo'lish kerak. U tovush bo'lish kerak emas-da. Bir ustozimiz aytgandilar, bir necha yillar oldin, hozirgi yoshlarimiz aytganizdek, yaxshi bo'lib boryapti, borgan sari o'sha milliy g'urur bo'lsa agar so'zga e'tibor bo'ladi deb o'ylayman. Milliy g'urur bo'lsa agar musiqaga e'tibor bo'ladi. O'sha aynan o'zini musiqasiga, o'zini kelibsa tiliga hurmat bilan qaraydi yoshlar. O'shanga men o'ylaymanki, birinchi o'rinda milliy g'ururni shakllantirishimiz kerak yoshlarimizda va o'zimizda. To'g'ri aytasiz, haqiqatan ham yurtboshimiz hozirgi kunda ta'kidlamoqdalar. Ya'ni tilga e'tibor berish kerak, elga e'tibor berish kerak. Ya'ni bu til millat ko'zgusi hisoblanadi-da. Siz qayerga borsangiz ham tilingiz bilan qayerdan ekanligingizni bildirib qo'yasiz. San'atkorlarimiz esa o'zlarining g'azallarida, qo'shiqlarida madh etadilar albatta tilimizni. Albatta. O'sha uchun tilga juda ham e'tiborli bo'lsa agar, bu faqat 21-oktyabrda bir bayram emas, buni har kuni bayram qilishimiz kerak. Har kuni bu bayramni eslab yurishimiz kerak. Buni kun davomida odam o'zini nima deydi uni boshqarish kerak. Men begona so'zlarni ishlatmayapmanmi, ona tilimda gaplashyapmanmi degan fikr bilan yurish kerak. Chunki yaqinda mana shu Madaniyat va ma'rifat telekanali orqali bir rolik olingan ekan, haqiqatan ham ko'zimga yosh keldi. Chunki o'zimiz ham hayotda ishlatadigan so'zlarimiz yoki bo'lmasa ko'cha-kuyda qaraydigan bo'lsa agar, mana bu yozuvlar, open, close bir narsa misol uchun. Yoki bo'lmasa apteka deb yozilgan. Boshqa begona so'zlarimiz hali ham ko'p juda ham. Hayotimiz davomida o'sha ko'pligi uchun biz o'shani ishlatyapmiz. Agar biz o'shani dorixona yoki bo'lmasa bekat degan so'zlarni ishlatadigan bo'lsa agar, u bizning hayotimizga kirib istifoda qilsa agar, kirib boradi bu. Ya'ni bir so'z bilan aytganda inson o'zidan boshlashi kerak bu narsani demoqsiz. Xo'sh, bugun teletomoshabinlarimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun qanday g'azal, qo'shiqni ijro qilib berasiz? Bugun biz o'sha ustozlarimiz tomonidan bastalangan Deyman ashulasini ijro qilib bermoqchiman. Hozir mana talabalarimiz bilan, sozandalarimiz bilan birgalikda ijro qilib beramiz shuni. Marhamat, birgalikda bayramona qo'shiqni tinglaymiz azizlar. Sochingni qarag'ib kechadiman, janon sani sochingga qarag'ib kechadiman, qoshingga yoy deb ko'zingni yulchadiman, qoshingga yoy deb ko'zingni yulchadiman, ko'zlaringga qarayman mehrim bilan hamisha, ko'zlaringga qarayman mehrim bilan hamisha, oq yuzda dona xoling chiroyli mulchadiman, oq yuzda dona xoling chiroyli mulchadiman.
boshingga doyaling merim bilan band bo'lgan boshingga doyaling merim bilan band bo'lgan ikki shahlo ko'zlaring javharim uncha deyman ikki shahlo ko'zlaring javharim uncha deyman tongda esgan shamoldan yuzlaringdan o'tganda tongda esgan shamoldan yuzlaringdan o'tganda qashim kelar qizdan manga bo'lsa deyman tunlar sabri bedormasning izlar janon sani oy jamolingni kunda bir ko'rsam deyman qo'shingni yangi oyib ko'zingni yulduzcha deyman Rahmat, tashakkur Ey yashang, sizga. rahmat. Chinakam o'sha o'zbekona lutf bilan deydi-yu, chiroyli ta'riflar keltirilgan va ajoyib g'azaldan foydalanilgan va mumtoz musiqamiz va u bilan birgalikda jo'shqinlik bor bo'lgan tarona bizga taqdim etildi. Buning uchun esa ijod ahliga tashakkurimizni bildiramiz. Samimiy suhbatimiz esa davom etadi.